internetlarda ko'rardim. Dubayda auksionga juda ham arzon narxda inomarkalar sotilardi. Rosa havosim kelardi. Okalar, mana xudo xolasa bizga ham keldi shu paytlar. 2008 Nissan Altima narxini eshitib prosta like bosishni unutib qo'yasiz. Oka, bitta like qizartirib yuboring. Holatlari zo'r ekan. Kanalimizga podpiska bosib qo'ysangiz, oka, yana bitta eslatib o'taman. Bundan arzonlari ham xudo xolasa keladi. Kanalimizga joylab boramiz. Arzon bo'lsin kanalda 2008-yil ishlab chiqarilgan Nissan Altima. Okalar, ishoninglar, bu mashinamizning narxi Spark narxi bilan bir xil. Xullas, kuzovini ko'rsatamiz. Kuzovda ortiqcha chaqa-chuqa joylar yo'q ekan, kraskalari bor ekan. Kelib ko'rib tekshirib olasizlar. Oldi, orqa stoykalari ham butun. Beskulcha do'stlari bor. 2008 mashinamiz. Hop, stiklopodъемник, bokovoy regulovkalari bor, elektronniy, tak rul multimedia, konditsionerlari zo'r ishlaydi, avtomat korobka. Probegi shu 250 ming atrofida. Start stop knopkalar bilan jihozlangan. Mashinamizdan propan gazi bor. Arzon bo'lsin kanalda bu Nissan Altima mashinasini bor yo'g'i 6350 dollarga berib yuboramiz. Egalar nomeri pastda bo'ladi. Telefon qilib egalaridan batafsil ma'lumot olaverasizlar. Okay, beshafqatlik qilmasdan bitta like bosib qo'ying. Mashinamiz yoqqan bo'lsa kanalimizga podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin.